turgan dokumentalni 5 sotik bo'lgan joyimiz xudo xolasa sotiladi. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani, oldingi O'zbekiston ko'cha bo'ladi, hozirgi Birdamlik 63-joy sotiladi yurtdoshlar. Bu yon taraf bilsanglar Navoiy ko'cha bo'ladi yurtdoshlar. Shu Navoiy ko'chadan aylangan yerinde bo'ladi. Bu yon taraf o'rta bo'lim bo'ladi. Bu yap bo'yi taraf bo'ladi yurtdoshlar. Bu yon tarafda Ko'jini Bansa tarafdan ham doğru yurib kelsanglar bo'ladi. Ushbu xonadonimiz sotiladi. İçanlardan birma-bir obzor etib beraman. Bahosan ham videoning oxirida aytaman. Bilasizlar, bu yerdan suvdan, gazdan, svetdan umuman problema bo'lmaydi. Gortning ichi bo'ladi yurtdoshlar. Oxirigacha ko'rib tursanglar, bir qator sizlar uchun obzor etib beraman yurtdoshlar. Dokumentalni aytganimdan 5 sotik bo'ladi yurtdoshlar. Hozir bu yerda ijarachilar turgan ekan. Ina ko'rib turgan bo'lsanglar, bu dalani kengina bu sanib turibdi bo'lsa. Görgenlerinizden hozir içana giraman, keyin sirtdan gösteraman. Men hamma yerlarni sizlarcha ko'rib kuzatib boraverasizlar. Bismillah giramiz. Xo'p. Bu ham ayvoni bo'ladi. Chap tarafda bir xonasi bor yurtdoshlar, ko'rib turganlaringizdek. Mana. Bu katta supasi bor ko'rganlaringizdek. Bu yon tarafdan bir xonasi bor. Mana. Bu yon tarafdan bir xonasi bor. Geng bo'lib solingan yurtdoshlar. Xo'p, bu yon tarafdan bir kat joyimiz bor yurtdoshlar. Mana. Bu yon tarafından bir kat joyi bor ekan. Endilikda orqa yon tarafini o'taman, sizlar ko'rib kuzatib boraverasizlar. Bu yon tarafda kuxni banisi bor ekan yurtdoshlar. Mana, ko'rib turganlaringizdek. Mana, katyolam bir de joylashgan bo'ladi. Mana. Bu yan taraf kuxnisi. Bu yan taraf yurtdoshlar. Ko'rib turganlaringizdek. Endilikda orqa yon tarafini o'tamiz. Bu yan tarafından ham orqa yana chiqsanglar bo'ladi, bu yan tarafdan ham chiqsanglar bo'ladi. Orqa yonni ko'rib turibsizlar, kengina bo'ladi. Bu yan taraf yana teraskisi bo'ladi. Supada bemalol choy ichib o'tirsanglar bo'ladi yurtdoshlar. Bu yan tarafda tovuqxonasi bo'ladi. Kattagina yurtdoshlar. Bu yan tarafda yana tandirxonasi ham bor bo'lsa, ko'rib turganlaringiz. Orqa yon taraflar ham kengina bo'ladi. Bu yerda uzumlar bor ekan. Xudo xolasa bemalol otsadek qansalik etsanglar ham bo'ladi yurtdoshlar, ko'rib turganlaringiz. Bu yon taraf hojatxonasi bo'ladi, bu yon taraf kladovkasi bo'ladi yurtdoshlar. Ko'rib turganlaringizdek. Xo'p, bahosini kelsak yurtdoshlar 45 ming gök aytılib turibdi. Aytilish bahosi qaytib kelishib beriladi. Ekranlarda nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Joy egasini bemalol telefonlashib, o'zingiz ko'rib kelib savdolashib olaverasizlar yurtdoshlar. Sizlarga shunday yangilikni yetkazib borishda davom etamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz. Yetkazgan xabaringizni rozi bo'linglar.